Assalomu alaykum, barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Angliya yozuvchisi George Orwell yozgan 1984 degan roman kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Julia bilan Winstonning ideya saqchilarining qo'liga tushib qolgan yerlarini, Winstonning turmaga akelgan yerlarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Winston uyquliq holatidan o'zini sal o'ngshidi. U ekran bo'lsa-mu ampul Frusqa gap qilmoqchi edi. Balkim tig' dal uningda bo'lishi mumkin edi. Ampul Frus, chaqirdi Winston. Ekrandan vaqirgan ovoz kelmadi. Ampul Frus to'xtadi. U sal cho'chigan edi. Uning ko'zi Winstonninki bilan uchrashdi. "Ah, Simiz, senmi? Nim ish bilan kirib qolding?" "Rostdan aytsam", dedi u Winstonning o'tildagi o'rindiqda o'tirg'ach. "Faqat birli xil xatolik bor emasmi?" dedi u. "Sen u xatolikni sodir qilib tashlading?" "Ha, shundoq bo'lib qoldi." U qo'lini peshonasiga qo'yib, xuddi bir nimalarni eslayotgandek birdan o'ltirib ketdi. "Bundoq ishlar bo'lib turadi", deb gap boshladi u gapini. "Men faqat ishnila aslayaladim. Meningcha, shu. Haqiqatan bexastalik qilibdiman. Biz Kiplingning she'rlarini ishlayotgandik. Bir misraning oxirsida men God degan so'zni qoldirib qo'ygan edim. Ammo mangam amal yo'q", dedi u sal qaynab. U Winstonga qarab, "Bu misrani boshqacha o'zgartirish mumkin emas edi. Yana bir qofiya rot edi. Bilamsiz? Butun ingliz tilida. Bu so'zga qopida so'zdan aron 12si bor. Menmu necha kun o'ylangandim, ammo boshqa qopiya topolmadim." Uning chiroyidagi ifoda o'zgardi. Uning chiroyidagi xafaganlik o'zgarib bir xil mamnunlikqa almashdi. Uning shu topdagi xushalliqi xuddi bir kitob xaltasining hech nimaga asqatmaydigan bir paket tepib olgandagi xushalliqqa o'xshaydi. Uning shu topda maynatlashib, changlashib ketgan chochlaridan ziyolicha bir hayajon tapchitdi. "Shuni o'ylab boqqanmiding?" dedi u. "İngliz tilida qopida so'zlarning ozligi butkul ingliz tili she'riyat tarixiga ta'sir ko'rsatgan eng hal qilg'uch omil." Bu Winstonning xiyoliga kirib chiqmagan bir ish edi. U shu topning o'zidimi buning qandoqsiga bundoq muhimligini anqara olmadi. "Hozir soatning qancha bo'lganligini bilamsan?" deb so'radi Winston. Ampul Frus yana bir cho'chigandek bo'ldi. "Buni o'ylab boqmabdiman. Meni 2 kun burun tutgan. 3 kun bo'lgan bo'lishi mumkin." Uning ko'zi xuddi biror dariza izlayotgandek kameraning timiga sapsilayotdi. "Bundoq yerda kecha bilan kunduzning farqi yo'q. Men hech kimning bu yerda vaqtni hisoblab yurganini ko'rmadim." Ular mushu tariqada tog'dan bog'dan birdan paranglashgandan keyin ekrandan ogohlantirish anglandi. Winston qo'lini olmab jimjit o'ltirdi. Ampul Frus bo'lsa cho'ng odam bo'lg'achqa, bu tor o'rindiqda hili undoq, hili bundoq qimirlab, zodi shuk o'ltirolmadi. Ekrandan uningga shuk deb vaqirgan ovoz keldi. Vaqt o'tmoqda. 20 minut, 1 soat, aniq bir nim deyish qiyin edi. Sirtdan yana o'tikning taraqlagan ovozi anglandi. Winstonning butun a'zolari yana jiddiylashib ketdi. "Balkim tezla, 5 minutla uning navbati kelib qilishi mumkin edi." Eshik ochildi. Yiliqi muzchiray ofitser yana kirdi. U qo'lini Ampul Frusqa tanglab, "101 nomerlik uyga", dedi. U qarovullarning orasida daldanglab mangdi. Uning chiroyi ansiz ko'rinatdi, ammo yanala tushangil bo'lmaydi. Uzun vaqt o'tgandek bilindi. Winstonning qursig'idagi og'riq yana tutdi. Uning qallasimi o'xshash bir yo'lga qayta kirib qolgan topdak shu og'riqdan neriga ketolmadi. Shu topda uning qallasida faqat bolka, qon, ichinish chiqarash, O'Brien, Julia va tig'dan iborat oltila narsa bor edi. Uning yuragi birdilla yana bir mujilgandek bo'ldi. O'tikning taraqlishi yana yaqinlashmoqda edi. Eshikning ochilishi bilan kuchlik bir tar hidi guppataba qo'rildi. Parsnus kameraga kirib keldi. U bir kusar va tantarbiya maykasi kiyib olgan edi.
Bu çağda Winston hayronligidan o'zini unutib qoldi. "Ey, senmi kirib qolding?" dedi Winston. Parsons Winstonga hech qanday qiziqish yoki hayronlik yo'q bir nazarda qarab qo'ydi. Ammo ko'zi qayg'uliq edi. U uyoq bu yoqqa sal dalgunib mingishga boshladi. U tuz turolmay yotadi. Har qatim u Tom tizini ruslay deganda puti titrab ketadi. U ko'zini yo'g'on ichib, yaqin oraliqdagi ma'lum narsaga o'zini tutolmay qarayotgandek ko'rinadi. "Hey, nimishga kirib qolding?" deb so'radi Winston. "İdeya jinoyati", dedi u yig'lamsirab. Uning talaffuzi va alfozdan uning o'z gunohini butunlay e'tirof qiladiganligi. "İdeya jinoyati" degan nomning o'zining beshiga kelib qolganligidan qanchalik qo'rqib ketganligi ko'rinib turadi. U Winstonning oldiga kelib to'kilishga boshladi. "Ular meni etvatmasa, birodar, hech ish qilmagandikin biror o'y xiyolga etvatmas. Yo uni boshqarg'ul bo'lmasa, ular menga cho'qim o'zimni oqlashimga fursat berdi. Men bunga ishonaman. Ular meni arxivimni biladi-ku, shundoq-ku. Meni qandoq odamligimni bilasan-ku, yomon odam emasman. Qo'lim ancha ishlab ketmasimi, ammo o'tda qizg'inligim bor-ku. Men butun vujudim bilan partiyaga ishlab keldim. Undoq emasmi yo? Balkim 5 yil keslashim mumkin, sining-chu, balkim 10 yil. Mendek odamlar emgak lagerdimu qiymatini namoyon qila oladi. Biror qitim mudirib ketganimga ular meni etvatmas. "Jinoyating bormi?" deb so'radi Winston. "Albatta bor", dedi Parsons qo'llarcha nazarda ekronga qarag'ach. "Partiya begunoh odamni qo'lga oladi deb qurmaydigansan?" Uning paqaga o'xshaydigan yuzi amdilatin asli holatiga qaytib tinishlandi va tezla yolg'on samimiylik almashdi. "İdeya jinoyati degan qo'rqinchli ish, birodar", dedi u tarbiya talaffuzda. "U bakmi xatarlik, yoshirin narsa. Seni to'ydirmasdan changiliga elib oladi. Uning meni qandoq kontrol qilib olganligini bilamsan? Tushimda. Rost shundoq bo'pti. Sen meni bilasan. Atdigani kechgacha tegishi xizmatimni qilaman. Ideyimda undaq chatoqning borligini hargiz o'ylab boqmaganman. Men tushimda so'zlab tashlabdiman, bilamsan? Men nima deb tashlabdiman? Xuddi davolanish uchun doktorga eg'izdan chiqarolmayotgan bir gapni demoqchi bo'lgan bemordek, uning uni ichiga tushib ketdi. "G'ujokin og'dirayli. Rost, men rusras shundoq debdiman. Tag'in necha qitim degan o'xshayman. Sangli deyman, birodar. Har nim bo'lsa, masala texmi eg'irlashib bo'lguncha qo'lga ilinibdiman. Sotda ularga nima demoqchi bo'lganligimni bilamsan. Men ularga sizlarga rahmat. Bek kechikib ketishdan burun meni qutqizibsizlar deyman. Seni kim pash qipti? Kichik qizim, dedi Parsons ko'ngli sal yerim bo'lgandek. Ammo yanala bir xil iftixorlik bilan. U qulupning tushkidan o'nglab qilib, atislar chorg'uchilarga ma'lum qipti. 7 yoshlik bola aqlliqa. Uningdan hargiz og'rinmadim, balki faxrlandim. Nimla degan bilan bolamni to'g'ri ruhda tarbiyalabdiman. U bir necha qitim jiddiy o'ltirib qopdi. U taratqachisiga qardi, ondan tuyuqsizda ko'sirin soldi. "Kechir, birodar, chidayolmadim. Xeyli bo'ldi qistab ketgili." U yo'g'on kassasi bilan taratqachisi ustida o'ltirdi. Winston olqini bilan yuzlarini to'sib oldi. "Simis! 6079-nomerlik Simis! Yuzingni och! Kamera oldida yuzini yo'ygashga ruxsat yo'q!" deb vaqirdi ekrandagi ovoz. Winston yuzini ochdi. Parsons ullik usturib bir patmon bir nima chiqaribdi. Tarattongi buzilib qolg'ashqa necha soatgacha kamera chidovsiz purab ketdi. Parsonsni boshqa kameraga o'tkazdi. Mahbuslar sirliq holda ilib kiriladi, yana chiqib ketiladi. Bir ayolni 101-nomerlik uyga yo'tkaydigan bo'lganda, u ayol tugilib qoldi. Rangimi boshqacha o'zgarib ketdi. Agar Winston bu yerga atdigan akilingan bo'lsa, hozir tushdan keyin bo'lgan edi. Agar tushdan keyin akilingan bo'lsa, hozir o'ttira kecha bo'lgan bo'ladi.
Kamerda ayol bo'lib jami 6 mahbus bor edi. Hammasi jimjit o'ltirishatdi. Winstonning o'dilda simizligidan zang'i ko'rinmay qolgan yingangchish bir odam o'ltiratdi. U xuddi g'ajilg'uvchilar sinfiga tava, jo'g'i yo'g'on, ammo ziyonsiz hayvonga o'xshaydi. U simizlikdan geliga yo'g'on xalta isib qo'ygandek ko'rinatdi. Uni ko'rganlar u yeydigan narsalarni po'kinig'ila salomdi nima deb qolatdi. Uning qo'rqinish ilkidagi xunuk ko'larang ko'zi hammaylarning chiroyida yugurib yuratdi. Birarining ko'zi bilan uchrashibla qolsa, darhol o'zini ilib qochadi. Eshik yana ochildi. Yana bir aylan ilib kirildi. Uningga qarab Winstonning yuragi jig'i taqildi. U qiyofati odatdagcha odam edi. Balkim u bir injener yoki texnik yoki shundaqroq odam bo'lsa kerak. Ammo odamni cho'chitadigan uning iskiditnikidek o'ruq yuzi edi. Shundaq o'ruq bo'lg'achqa ko'zi va eg'izi qat'iy moslashmagandek yo'g'on ko'rinatdi. Uning ko'zidan xuddi odam o'ltirib yetadiganlik bir xil g'azab nafrat uchqunlari chaqnaydi. U odam Winstonga yaqin chaplashib o'tirdi. Winston uningga qayta qaramadi. Ammo u odamning iskeletdek yuzi hozirmi Winston bilan udul qarshib turgandek uning ko'z oldida edi. U birdilla buning sababini tushundi. Bu odam ochliqdan o'lgilayotgan edi. Bu o'y kamerdagi hammalarning qalbisiga darhol keldi. G'ung'ildigan ovoz birla ko'tarilib pasaydi. Hiliqi simiz odam bu iskelet yuz odamdan ko'zini ep qocholmayla qoldi. Birdan beshini burib olatdi. Yana birdandan keyin yana qarab solatdi. U odam o'ltirolmayla qoldi. Oxiri u o'rnidan turib, daldanglab degidek kamerning bu beshiga keldi va kiyimining yanchuqini matilab, sal o'ng'aysizlagandek tulumu maynatlashib ketgan bir bulkini chiqardi va hiliqi iskelet yuz odamga tangladi. Dal shu asnoda ekrandan quloqni pong qilgudek ovoz keldi. Simiz odam o'rnida sakrab ketdi. Iskelet yuz odam bo'lsa, go'yo butun dunyoga o'zining bu bulkini olmaydiganligini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lgandek darhol qo'lini kayniga tutib oldi. Pamistida 2713-nomerlik Pamistida bulkini tashla! Vaqirdi ekrandagi ovoz. Simiz odam qo'ldagi bulkini yerga tashladi. Turgan yeringda qimirlama, ishga qarab tur. Simiz odam bo'ysundi. Uning simiz yuzi titrab ketgan edi. Eshik jarangishib ochildi. Hiliqi bosh ofitser kirdi. Uning keyindan do'g'loq, bilik tom, murisi nihoyat keng bir qorovul billi kirdi. U simiz odamning oldida turdi. Ondan ofitserning ishorasi bilan butun kuchi bilan silkinib, uning eg'iziga bir mush etibdi. Simiz odam yerdan o'rilgunicha tarat qochisining yeniga uchib tushdi. U qimir qilmay yetib qoldi. Eg'iz burullardan o'qdaq qon ketdi. Xeyli o'tib uningdan nihoyat ojiz ing'irgan ovoz keldi. Ondan u o'rilib qo'li va tiziga tayinib turdi. Uning ikki qator yolg'on tishi yerdagi qon bilan tukuriklariga milinib yotadi. Mahbuslar jimjit o'ltirishdi. Hammasining qo'li tizining ustida edi. Simiz odam yomishib tugidek o'rniga kelib o'ltirdi. Uning yuzining yerimi qaradab ketgan edi. Uning ishib so'si rangga kirgan chissiz eg'izi xuddi qorong'u kamarga o'xshab qolgan edi. Uning maydasiga qon tomchib turadi. Kulrang yuzi xuddi mening tayoq jiginimdan boshqalar meni qanchalik mazoq qilayotgandu deganni bilmoqchi bo'lgandek yanala boshqalarning chiroylarida yugurib yuradi. Eshik ochildi. Ofitser kichik bir ishora bilan iskelet yuz odam chaqirdi. 101-nomerlik uyga. Winstonning yindiki odam tuyuqsiz aloqzodlikka tushib, patparaq bo'lib ketdi. U odam o'zini yerga etib, tizilib, olqonlarini bir-biriga kirishtirib, "Yo'ldosh ofitser", dedi yalvorib. "Meni u yerga olib bormasangiz bo'ldi. Men hamin dedim emasmi? Yana nimalarni bilmoqchi. Men topshirmagan hech nima qolmadi. Nima lozim bo'lsa dang. Men hamini topshiray, yezib beray, imzoyimni qo'yay. Ish qilib nim desangiz shuni qilay. 101-nomerlik uyga olib bormang." 101-nomerlik uyga, dedi ofitser. Bu odamning aslida tatarang'u chiroyi texmi qo'rqinchli rangga kirib qoldi. Winston buningga o'zim ishonolmay qoldi. Uning chiroyi ko'kirib ketgan edi. "Meni nima qilsanglar mayli", deb to'laydi u odam. "Necha hafta osh qo'ydinglar?
Meni endi o'lgili qo'yinglar, yetib etinglar, darg'a isinglar, 25 yil kesib etinglar. Sizlar yana meni topshirishim talab qilgan yana kim bor? Menga danglar, men hemen topshiray. Ularning kimligi, ularning qanday qilishinglar bilan korim yo'q. Meni xotinim va 3 bolam bor. Cho'ngi texi 6 yoshga kirmadi. Sizlar ularning hammasini akilib, mening oldimda bo'g'izlaytinglar. Men qirab turay, ammo meni 101-nomerlik uyga akirmanglar. U xuddi boshqa birini o'zining o'rniga ko'rsatmoqchi bo'lgandek, ilishib qolgandek, elanglab atrofidagi boshqa mahbuslarga qarashga boshladi. Uning ko'zi hiliqi simiz odamda to'xtadi va qo'lini chinigincha: "Sizlar ap chiqib ketadigan men emas, mana mavu. Uning mushigandan keyin nima deganini angdinglarmi? Menga bir fursat beringlar. Men hammasini birday. Partiyaga qarshisi men emas, balki u." Qarovullar yaqinlashib keldi. Uning ovozi texmi titrab yuqori ko'tarildi. "Sizlar uning deganini anglamabsizlar. Ekran buzilib qolgan o'xshaydi. Sizlar izlayotgan odam men emas, u." Bestlik ikki qarovul kelibla uning belikidan tutib so'rab mandi. Dal shu asnoda u o'zini kameraning o'ttiriga otdi va o'rindiqning bir tumir putini tutib oldi-da, xuddi hayvondek gap qilmay huvlab ketdi. Qarovullar uni ajratmoqchi bo'lib tortdi. U tumir pochoqni odam ishongusiz darajada mahkam tutib olgan edi. Ular uni 20 sekundcha tortqishlabmi ajratolmadi. Boshqa mahbuslar jimjit holda qo'lini tizning ustiga qo'yib udul qarab o'ltirishatdi. Uning huvlishimi to'xtamadi. Uning yana huvlug'uchilik mag'durmi qolmagan edi. Ammo qo'li o'rindiqning pochiqini hali ham chin qamollab turardi. Uzun o'tmay u boshqacha ovozda tovlab ketdi. Qarovullarning biri o'tiki bilan u odamning quliga tepib barmoqlarini sundirib etdi-da, uni putidan so'rab ilib mandi. 101-nomerlik uyga, dedi ofitser. Uning beshi tushib ketgan, sunib ketgan barmoqlarini qamalib olgan edi. Uni o'ng ta'tir so'rab ilib chiqib ketishdi. Uningda qilcha qarshilik qolmagan edi. Uzun vaqt o'tdi. Agar u iskilit 100 odam ilib chiqib ketilgan vaqt o'tira kecha bo'ladigan bo'lsa, hozir sahar bo'lgan edi. Agar sahar bo'lgan bo'lsa, hozir tushdan keyin bo'lgan edi. Winston yolg'iz edi. U necha soat yolg'iz turdi. Bu tar o'rindiqda o'ltirishmi bir azob edi. U pat-pat o'rnidan turib, u yoqqa mang'atdi. Ekrandanmi uningga bir sado kelmadi. Hiliqi qardab ketgan bolka texcha bayotin simiz odam tashlab qo'ygan yerda turardi. Boshda uningga qaraması xeyli tas kelgan edi. Hozir ussuzlik ochliqni besib ketdi. Uning og'zi qurib, zahardek achchiq bo'lib ketgan edi. Üzülmay chiqayotgan guruldash va chiroqning o'zgarmas oppoq yo'rig'i uning qallasini quruqtapla qo'ygan edi. U turmoqchi bo'ladi, chunki so'ngaklarining og'riqiga chidag'ili bo'lmaydi. Yana turibla o'ltiradi. Tursla beshi qiyib, sandikrab ketadi. Uning badan sezgusi sal qo'yib bersa, qo'rqinish changiliga oladi. Ba'zida u tulumi ojiz bir umid bilan O'Brien va tig'ni o'ylaydi. Navoda uningga tomoq berilib qolsa, balkim tig' shuning ichida yetkazilib berilishi mumkin. U Juliani xira esiga oldi. Balkim u biror yerda o'zidinmi og'ir qiynalayotgandir. Balkim shu daqiqaning o'zida u og'riqdan chiqirayotgan bo'lishi mumkin. U navoda men hozirgi azobimni 2 hassa og'ir azob chekish badiliga Juliani qutqizib qola olsam, shunda qilarmidim? Ha, shunda qilatdim, deb o'yladi. Ammo bu bekla aqliy qaror edi. Chunki u shunda qilishim lozim deb qarab shunda qaror chiqarayotdi. U buni tuyg'usidan his qilmadi. Siz bu yerda faqat azobni, yana azobni his qilatdingiz. Navoda siz yana buningdimi boshqa og'ir qiynoqqa tushsangiz, yana boshqa biror ishni deb o'z azobingizning og'irlashini umid qilarsizmi? Bu savolga hozircha javob bergili bo'lmaydi. Ütik ovozi yana yaqinlashdi. Eshik ochildi. Winston o'rnidan turib ketdi. G'uduqindan uningdagi ehtiyotjonlik nalagidir g'oyib bo'ldi. Bir necha yilning yoqi u tunji qitim ekranning mavjudligini unutib qoldi. Ular sizni tutib oldi? Tovlab tashladi Winston. Ular meni burilib tutib olgan, dedi O'Brien salmoqlik bilan. Uning intonatsiyasiga noma'qul bo'lgandek bir xil kinoya yoshiringan edi. U bir chetga o'tib turdi. Uning keyindan uzun kaltak tutib olgan tulumu gavdalik bir qorovul paydo bo'ldi.
Sen bilirsen Winston, özünü aldıma, dedi O'Brien. Sen bilettin, əzəldən bilettin. To'g'ri, u endi tushundi. U azaldan buni biletdi, ammo hozir buni o'ylab turadigan vaqt yo'q edi. Uning ko'zi qorovulning qo'lidagi kaltakda edi. U xohlagan yerga tegishi mumkin. Bosh, quloq, bilak, jeynak. Jeynakka uning ko'zidan o't chiqib ketdi. U tizilib o'ltirib qoldi. Palashdek midir-sidir qilolmadi. Bir qo'lida tayoq yegan yerini tutib oldi. U kaltakning buncha chidog'siz og'ritadiganligini o'ylab boqmagan edi. Uning ko'z oldi sal yo'ridi. Boshqa ikkisi ingishib uningga qarayotdi. Qorovul uning tugilib qolganiga qarab kulyotdi. Hech bo'lmasa bir savolning javobi chiqdi. Har qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar, hargizmi og'riqning yana kuchayishini umid qilmaydi ekansiz. Og'riq azobida siz faqat og'riqning to'xtashini o'ylaydi ekansiz. Shunila umid qila oladi ekansiz. Dunyoda jismoniy og'riqdan yomon ish yo'q ekan. U og'riqdan yerda yumulinib, so'l bilikini qimirlata olmaganda, og'riq oldida hech qanday qahramon mavjud emaskan deb o'yladi. U o'zining chidirning karavotidek bir yerda yetayotganligini sezdi. Ammo bu yerdan sal egizroq o'rin edi. U bu o'ringa ting'itilgan bo'lib, qimirlay olmaydi. Xeyli kuchlik nur uning yuziga tushayotganda qiladi. O'Brien uning yonida ingishib tikilib qarab turadi. Uning yana bir tarafida shipris tutib olgan oq xalatliq bir odam turadi. Uning ko'zi ichilib bo'lgandan keyinmi u atrofidagi narsalarni aron ilg'o qildi. Uningda bu yerga to'limi cho'nqur bir suv osti dunyosidan uzib kelib qolgandek bir tuyg'u bor edi. U o'zining u yerda qanchalik turganligini bilmaydi. Ular uni qo'lga olgandan buyon u yo qorong'ulikni yo kunduzni ko'rib boqmagan edi. Uningdan boshqa uning xotiralari uzuk edi. Ba'zida u as-hushini tepib qoladi, ammo u bir xil uyqudagi uyg'oqlikqa o'xshaydi. U yana birdilla uzilib qoladi, yana uzoq vaqtlardan keyin asliga kelib qoladi. Aradagi shu vaqtning necha kun, necha oy yoki necha sekund ekanligini aniq bilish mumkin emas edi. Bilikiga tunji kaltak degandan boshlab qabohatlik tush boshlangan edi. Keyin u bularning ishning texi amdi boshlanish ekanligini bildi. Hamma mahbus chuqum boshdan kechirgan savol so'roq boshlandi. Jinoyatning doirasi bekla kengri bo'lib, josuslik, buzg'unchilikqa o'xshash jinoyatlarning hammasi chuqum topshirilishi kerak edi. Topshirish normal tartib, ammo qiynoqmi yana ijro qilinaveradi. U o'zining qanchalik tayoq yeganini, urushning qanchalik uzun davomlashganligini eslay olmaydi. Odatda 5-6 qora kiyimlik bir qancha odam birla vaqtda paydo bo'ladi. Ba'zida musht tegadi, ba'zida kaltak, ba'zida tumur, yana ba'zida utukmi bekor qolmaydi. Ba'zida polda yangi ur-urg'a qolgan hayvondek yumulinib ketadi. Tayoqdan qancha qochgan seri shuncha aytdi. Bel quvurg'lari, qo'rsoq, paqalchoq, dasso'ngak, jon yerlarining saq yeri qolmadi. Ba'zida shuncha qattiq, uzun qiynoq tayoqlar dastidan o'zini hushidan ketishga shuncha zo'rlab boqsimi, foydasi bo'lmadi. Uningga nisbatan mush ish eng azobliq, untulg'isiz edi. Ba'zida u qo'rqib jiddiylashib ketganlikdan tayoq tushib bo'lg'ichlar yilinib yalvorishni boshlab bo'ladi. Bir mush tegib, yana qayta tushib bo'lg'icha bo'lgan shuncha qisqa orliqda uning eg'izidan u qilgan, qilmagan, hatto o'ylab boqmagan nurg'un jinoyatlar to'kilib bo'ladi. Ba'zida u hech narsa demaslikka niyat qilgandimi, yanala har bir og'riq orasida bir muncha gaplar yana chiqib ketadi. Uningda yana nihoyat ojiz murassa qilish tuyg'usi paydo bo'lgan edi. Uning topshiraman, ammo hozir emas. Toki og'riq qiynoqqa chidig'ili bo'lmaganda andin topshiraman deb o'ylab boqqan chog'larimi bo'ldi. Ba'zida qattiq tayoq zarbasidan o'ra turolmay, xuddi bir tog'ar yangyodek qattiq yiqiladi. Shundala u mag'durga kelib olsin deb bir necha soat tashlab qo'yiladi. Andin yana ilib chiqib dumbalanadi. Ba'zida asli kelish uchun xeyli uzun vaqt ketadi. U bularni to'limi g'uvo asliyalaydi. Chunki u ko'pincha uyquliq yoki behush chog'larida dumbalangan edi. U yog'och karvat bor bir kamerani asildi. U yerda tomdan chiqirib yasalgan bir ishkop, yuz yuyish desi bor edi. U yerda qiziq sho'rpa, bolka, ba'zida qahva degandek bir necha vaqt tomoqmi birga edi. U yana bir surlik satrashning chas saqqilni yasab qo'yganligini,
Oq xalat kiyib olgan bir muz chiroyning uning qon besimi va inkosini tekshirganligini, barmoqlarida qapoqlarini ichib ko'ziga qarag'anligini, sunuq yerlarni bilish uchun yirik alqalarida uning badanini silashtirganligini va uni uxlatish uchun biligiga ukul solganligini esladi. Keyincha tayoq sal azaydi. Tayoq faqat u qanoatlanarlik javob bermaganda tahdid silindigan, qo'rqitildigan bir vositaga aylandi. Uni hozir qora kiyimliklar emas, partiyaning ziyolilari so'roq qiladigan bo'ldi. Ular hammasi degdek pakar, do'g'loq, ko'zoynak taqib olgan, harakatlari to'limi jiddiy, chaqqan odamlar edi. Har qitimda uni alohizal 12 soat atrofida so'roq qiladi. Bu faqat uning farzi edi. Sodiq qanchalik uzunligini aniq bir narsa deyolmaydi. Uningdan keyin kirgan so'roqchilar uni shundoq bek urib, qiynab ketmadi. Ularning so'riqi uni qiynashga bek tayinib ketmaydi. Faqat uning yuziga shaplaqlab, quloqlarini so'zib, chochlarini yulib, siygili qo'ymay, ba'zida yuzlariga o'tkir elektr chirig'ini tutib, ko'zlaridan yosh oqizib qiynaydi. Bularning maqsadi faqat uni shundoq haqoratlash orqali uni normal fikr qilg'ili qo'ymaslik edi. Ularning haqiqiy quroli uni uzmay so'roq qilish edi. Soatlab davomlashib ketdi. Qasdan qaymoqtirgan savollarni so'raydi. Bu degan har bir gapdan yuchuq topatdi, burmilaydi. Har bir gapida uningga qiltaq qo'ratdi. Degan gaplardagi nurg'un ziddiyatlarni ko'rsatib uni jila qiladi. Oxirida uning ruhi, nervisi charchab o'zini bosolmay yig'lab ketadi. Ba'zilar bir qitimliq so'roqdila necha qitim yig'lab ketadi. Har qitimliq so'roqda ular uni vaqirab haqoratlaydi. Gapini topolmay duduqlab qolganda yana qarovullarga topshirib berimiz deb qo'rqitadi. Yana ba'zida tuyuqsiz talaffuzi yumshab uni yo'ldosh deb chaqiratdi. Hamda Insuk va G'ojaka nomidan hozirmi qalbida partiyaga sadoqat bor yo'qligini, sodir qilgan jinoyatiga haqiqiy tova qilgan qilmaganligini va gunohini yuyish irodasining bor yo'qligini chiroyliqcha so'raydi. U necha soatlik so'roqdan keyin nervlari charchab faqat bo'lolmaganda bundaq yumshoq talaffuzli gaplarga chidamay mishildab yig'lab ketadi. Oxirida bu tugamas savol, so'roqlar, gaplar uni mush tipiklardimi bakrak tugishtirib etadi. U oxiri nima talab qilsa shuni qiladigan, so'zlaydigan eg'iz, imzo qo'yadigan bir barmoqqa aylanib qoldi. Uning butun g'imi ularga nima lozimligini bilish va qiyin qistoq boshlanib bo'lguncha darhol uni topshirish edi. U muhim partiya rahbarlariga suiqasd qilmoqchi bo'lganligini, tashviqot varaqi tarqatganligini, jamoat fondini ishlatib olganligini, harbiy maxfiyatlikni sotganligini, har xil buzg'unchilik qilganligini iqror qildi. U yana 1968-yillardan boshlabla o'zining Sharqiy Osiyoning josusi ekanligini iqror qildi. Dinga ishindiganligini, kapitalizmga havas qiladiganligini, jinsiy binormal ekanligini topshirdi. O'zi va so'roqchilarning o'zimi uning ayolining texi hayotligini uqsimi, u o'zining ayolini o'ldirganligini iqror qildi. U yana necha yillardan buyon Goldstein bilan xususiy aloqada bo'lib kelganligini, o'zining bir yer osti tashkilotining a'zosi ekanligini, o'zi bildigan hamma odamning degudek bu tashkilotning a'zosi ekanligini topshirdi. Hamma narsani iqror qilish, hamma odamni so'rab kirish osonroq yo'l edi. Ma'lum nuqtadan bu rost edi. U azaldan partiyaning dushmani edi. Partiyaning nazarida ideya bilan harakatning farqi yo'q edi. Yana boshqa xotirlarmi bor edi. Bu xotirlar uning engida xuddi atrofi qorong'u parcha rasmlardek uzuk ayon bo'ladi. U qorong'u yoki yo'riqligini bilgili bo'lmaydigan bir kamerada turgan edi. Chunki u faqat uningga qarab turgan bir jup ko'zni ko'rgan edi. Qo'lga yaqinla bir yerda nimadir bir uskuna istrilkalarning bir xil ritmda chikildab minayotgan ovozi anglatdi. U ko'zni yo'g'on ichib texmu paqirab ketdi. Tuyuqsiz u o'ltirgan yeridan laylab turdi va ashu ko'zga shunqibla kirib ketdi. Shunday qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelay qitim ko'rishaylik, xayr xo'sh, Allohga omonat.